Har bir gapning javobi bor. Buni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Abdumalik ibn Marvonning huzuriga bir kishi kelgan ekan. Kelib, sizga bir sir aytsam debdi. Bir sirni aytsam debdi. Abdumalik ibn Marvon xalifa aytgan ekanlarki, takallam degan ekan. Gapir degan ekanlar. La takzib va la taghtab va la tatamallaq degan ekan. Gapir, mayli menga sirni aytgin, lekin yolg'on gapirmagin. G'iybat qilmagin va aytgan ekanlarki, til yog'lamalik qilmagin degan ekan. Mayli gapir, menga gapingni siringni aytor. Yolg'on gapirma, g'iybat qilma, til yog'lamalik qilma degan ekanlar. Shunda haligi kishi izanli bil insirof. Unday bo'lsa meni ketishimga ruxsat bering degan ekan. Yolg'on gapirma, g'iybat qilma, til yog'lamalik qilma desa, unday bo'lsa menga ruxsat bering, men ketaveray degan ekan. Xalifaning javobi shunday bo'lgan ekan. Bizni ham suhbatimiz shunday bo'lsin. Boshida birodar kelishib olaylik. Yolg'on gapirmaymiz bir-birimizga, g'iybat qilmaymiz, til yog'lamalik qilmaymiz deylik. Suhbatimiz uzoqqa cho'zilmaydi.